Assalomu alaykum internet kuzatuvchilari. Mana navbatdagi quyonlarga mo'ljallangan katagimiz tayyor bo'ldi. Bu katagimizning razmerlarini so'raganlarga eniga 70 sent, uzunligi 1.40, sandig'i bilan 220 ga boradi. Ikki tomonda 40 sentdan 80 sent sandiqlari bor. Raddomi, boloxona, bola qo'yadigan joylari. Setkalari hamma joy rossiyskiy setkadan bo'lgan. Parasetka qo'yilmagan bunga. Polni rossiyskiy setka, mana taglari ham. Mana tagiga mayda ko'zlisidan to'qilgan. Xo'p, bu to'rtta xonada ena quyonlar ko'payish uchun va tepa xona, boloxona, Inega urug'voni erkak quyonlarni qo'yish uchun mo'ljallangan. Tepasida ona quyonlar emas, bola quyonlar yoki erkak quyonlar uchun pastda mana raddomlari bilan to'rtta quyonimiz bemalol bolalaveradi. Mana bu tomonda ham bu katagimizni Toshkentga yasab berdik. Yikotaga, bitta Sherzod aka o'zimizda akamizlar bordilar. O'shalarga yasab berdik. Ikkalasini bir xilda qilib mana qiziqqanlar 94 kodi bilan 177 3315 raqamiga telefon qilaverasizlar. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini ko'pchilik chiqarmaysizlar deyshadi. Quyon katagidagini chiqarib qo'yamiz. 3 milliondan 6 millionga yasab beraveramiz. Materiali o'sha yaxshi materiallarda bo'lgan quyon kataglarimiz. Xizmatini xotirjam qiladi. Shu bunisi 3 million, bunisi 3 million, 6 million so'mga yasab beraveramiz. Undan kamiga to'g'ri kelmaydi. Sog' bo'linglar.